Salom pesar muxlislari, bugungi soperligimiz yangi soperlikdan chiganlar. O'yinni bilmayman, oldin o'ynamaganman. Bugun charchayapsizlarmi? Kulash davom etamiz. Xudo xolasa har doimdek o'yin juda ham zo'r bo'ladi deb umid qilaman. Eng quvonchli jigandan keyin Salahdan gol ko'ramiz, lekin bugun ham yana o'tgan safar o'yinda qizillar chiqib ketganda keyin o'yinni parod qilganini qismat tanlamaymiz. Komanda bizda o'sha hammasi tayyor, bizda kraylarga ham hech kim tushmaydi. Yamal o'zi o'ynaydi. Tushunyapsizlarmi buni ma'nosini? Bu yerda Rum 104, Owen 103, Foden, Iniesta bitta. Komanda galereya desam bo'ladi. Hujum narmanlagan. Prosta Kezan xato joyga qo'ygan. Robinzaga jigarlar ko'ramiz. Rum nima qiladi bugun jigarlar Rum. Ikkinchi taymga men adashmasam yo Suarez yo Rum ishadi deb o'tiribman, o'zim o'ylayapman. Nima deb bo'lsa ikkinchi taym kim uchun? Keyingi o'yinda o'ynaganimda kommentariy yozib ketinglar, keyingi o'yinda kim uchun ikkinchi taym, birinchi taym kim uchun shuni yozib ketinglar. Ko'rib aytayotgan. Foydam kuchli chiqdi-ku, bu xato-ku bu. Kelini bermadi bu yerga. Carlos, Vera, Cantona, Eto. İşte komandan sus jiganlar. Yo'q, juda yugurmadi. Cannavaro bu yerda bor. Men shu yerdaman deyapti Cannavaro. Carlos oldi bu yerda. Yo'q, Cannavaro o'zi oldi. Keze bermadi bu yerda. Eto ham og'zini qo'ydi bu yerda. Carlos Keze Allah razı olsun. Buramızmı jiganlar? Nima bu? Nima sen? Kirmadi yana, kirmadi jiganlar, kirmadi bu. Xulosa yana harakatdamiz. Sizlar podpishka, like, podpiska aytishim. Ayamasangiz bo'ldi bu holda. Butun maksimal darajada tarqatib tashlaymiz jiganlar. Bu o'yinga bolalarni tashlab qo'yamiz. Cantona Yamal berdi. Nima qiladi? Opa, o'xshamadi jigarlar. Carlosda o'xshamadi. Yo'q, Rum qocholmaydi chunki ko'rdim buni men. O'zini kiray beramiz. Yamal qochib ko'ramiz. Yo'q, Yamal qochmadi. Yo'q, bu yerda Eto offside ekan jigarlar. Nima bu? Azgina qoldi. Eslaysiz bo'lsa Messi chotdan urgandi Varataga. Xudo xolasa bugun o'yinni ko'ramiz. Kim yutadi, kim yutqazadi bilmayman. Komanda sopernik o'yinni mendan juda ham yaxshi o'ynayapti. Foden ilib oldi. Rum ketdi bu yerda. Yo'q, Cantona. Keze. Cantona yo'q. Nega? Owen Yamal yetib keladimi? Bu yerda Yamal yetib kelmadi-yu, Arnold yetib keldi lekin. Kim bratim, qandaysiz? Jinni ko'tarib jigarlar, Arnold nima qildi hozir? Qanday ko'tarish bu jigarlar? Like, podpiska yemanglar, bosamiz. Arnold qanaqa ko'tardi jigarlar? Tetvor berdilar. O'yindan gol. Xudo birinchi gol bor. O'yin Rum hujumda ularda. Yo'q, bu yerda bermaydi Cannavaro. Xato. Salloh xato. Xudoga soldim karatchi. Shunchaki kulib qo'ydim. Salloh unga moslashtirmagan. Bu kulli bo'lib chiqmagan Salloh. Bizdagi esa kulli jigarlar. O'yinga Cantona tushunmadi bu yerda.
Yamal. Yamal nima qildi? Yamal nima qildi? Hozir jigarlar prosta kallani qo'ya olmadi. Yamal bu yerda aldab ko'rmoqchi bo'ldi, lekin aldab ham ko'rdi, lekin o'xshamadi. Bunga bitta uradimi? Yo'q, olmadi bu yerda. Kezi ketding. Eto. Yo'q, bu yerda adim bermadi jigarlar. Kanavrayim bermadi jigarlar. Adim yana bermadi. Yo'q, Fodendan xato bu. To'g'riladi. Bu kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? Yo'q, Foden ertaga kelasan, bu Finkiga o'xshamaydi. Sen keziga yetishing uchun ancha bor. Jigarlar, Foden to'g'ri, Cityda o'yin juda ham kuchli, ochilishlar zo'r. Hozir ham juda ham kuchli o'ynayapti. Qonun bilan juda yaxshi kelishyapti. Foden to'g'ri yaxshi o'ynaydi, yomon o'ynamaydi emas. Foden pesta uncha qurol emas. Kezaga o'xshab qurol emas jigarlar. Yo'q, o'xshamadi jigarlar. Iniesta bermadi bu yerda. Qanavaro qo'ydi jigarlar. Carlos ketdi bu yerda. Yo'q, Carlos. Yo'q, Eto yetkamadi kaptok. Qirqira yuramiz, yo'q, yana. Bunga berilgan pas buni qo'shdi. Men o'zbekman. Va Oven ответ urdi. Ovenga o'yin ответ urdi. Biz ham hozir Ovenga o'yin ответ uramiz. Oven. Eto. Oven. Yo'q, o'xshamadi yana. Kim edi bu? Anche vai te sai de bagulho tem que ser assim. De bagulho. Bizni loq deb o'ylaydi bular. Gap yo'q. Nima qiladi? Meni Varatimga shunaqa o'yin qildimi? Men Varatimga shunaqa o'yin qildim. Endi biz o'yin ko'rsatamiz. Yo'q, o'xshamadi bu yerda. Bu yerda faqat Foden kira ochar ekan. Yo'q, Foden ertaga keladi. Boyagi gollar просто varada ochiq joyga qo'yilmadi. To'g'risi Etomning o'yin kuchini ko'rasiz jigarlar. Fin necha jigarlar Finka. Bu qanday ishtiraf? Nega ishtiraf? Sabab hakam уже plyus bosyapti dushman komandaga. Nohaqlik bo'lyapti jigarlar o'yin. Olha razı bu. Uy. Sai de bagulho tem que ser assim. De bagulho. Foden nima qilyapti jigarlar? Foden kuchli o'xshaydi pestda. Menda Foden yo'q, o'ynatib ko'rmaganman, shuning uchun kuchli o'ynayapti. O'zimda yo'qligi bilinyapti jigarlar. O'xshamagan. O'zimga kerak o'yinchilar ishim yo'q. To'g'ri, oldindan aytaman. Cantona. Yo'q, bu yerda Naves. Carlos oladi. Tushunyapsizlarmi buni ma'nosini? Eto, magol jigarlar bu Eto. Eto bilan hazillashmanglar jigarlar. Eto bu nomer 1 testda. Kelasi Messidan zo'r o'ynaydi. Komanda butun Nimaga bular tushunmaydi axir. Bir haftadan beri qancha tirikchilikdan qoldi. Sai de bagulho tem que ser assim. De bagulho. Yo'q jigarlar, xato bo'lyapti. Kanavaro bermaydi.
Yok bana şakal ya. Ya bunun balan. Foda emas bu, keza jigarlar. Turgan joyida prosta gol ko'ramiz. Nima qildi hozir keza bu yerda? Ha, Vorata prosta galereya jigarlar. Kelini bir yerine vermeyin. Tushunyapsizlarmi buni ma'nosini? Uy, ko'payib ketdi jigarlar. Uy, ko'payib ketdi judayam. Judayam ko'payib ketdi. Carlos. Carlos atıyor qaytaradi o'yinga. Yo'q, o'yin sal juda qotdi jigarlar. Ketdi bitta o'yin. Yo'q, aytib ekan. Tushunyapsizlarmi buni ma'nosini? Nima bu? Mana gol. Shunaqa o'yin gol kerakmi sizlarga aytinglar? Shunaqa o'yin gol kerakmi jigarlar aytinglar? Xato ekan. O'yin xatosimi? Xato bu. Uy, Foden qayerdan keldi jigarlar? Yo'q, bu yerda xato. Yurun, не может. Men o'zbekman bal. Jigarlar. Xato bilan o'tib ketdi bu yerda. Yo'q, xato bu yerda. Şeyde oranı ya. Bu yerda xato, biz kerakli o'yinchilar tushirishimiz kerak edi уже. Vaqt o'tib ketdi jigarlar, hisobga o'tib ketdi ham. Jigarlar, akkauntimiz tayyor. Ko'p o'lganim yo'q hali men. Hali men o'lganim yo'q. Hali kulmagan tirik. Bizim komandasi kuchli ekan pashtaga. Bag'lan jigarlar kamera qilamiz. Salah to'g'on tushdi biza. Salah bugun tog'da hisoblanmadi. Bu xato, necha bu xato. Bizni loq deb o'ylaydi bular. Bu Rum yomon qildi jigarlar. Mana ismini hech nima bilmaymiz. Bu oddiy gol ekan bu. Xato. Tushunyapsizlarmi buni ma'nosini? Nima bu jigarlar bu? Unaqa emasda, Kylian Mbappe-ku. Nega Carlos o'zidan o'tkazgan jigarlar savol. Shoshilmaymiz jigarlar. Hammasi men nazoratim ostida.
Yo. Ya, Messi'den gol kırmadı değil ama. Kez ya hayat diyet olmayın değil mi? Matematiler sadece bagulho ser assim. De bagulho, de bagulho, de bagulho, de bagulho, de bagulho, de bagulho, de bagulho. Mana gol, Gareth Bale, jigarlar, hisob 6-6. Salahga o'xshamadi jigarlar, bu yerda Gareth Bale'ga tizga o'xshab ketdi. Jigarlar ko'ryapsizlar, shoshilmaymiz, reytingga tushamiz. Jigarlar, Gareth Bale qirol bo'lgan Tottenhamda. Shoshmaymiz. Shoshmaymiz jigarlar. Maqsad o'tib olish edi. Gol, comeback mas, upside jigarlar nima? Nimasan sen nimasan Kilian? Vay jigarlar, shunday gol dabdara bo'ldi. Extra time o'tdan boshlaydi jigarlar. Yo, shtraf. Slaviyamiz jigarlar. Neymar yo'q. Messi ko'ryapti, Messi Arnold ko'ryapti jigarlar. Matematiler sadece bagulho ser assim. Gareth Bale'da ko'raylik jigarlar. De bagulho, de bagulho, de bagulho, de bagulho. Yo bana şakal ya bunun balan. Yo, nima bu jigarlar? Nimasan sen Gareth Bale? Nima qildi hozir jigarlar? Gareth Bale urdi golni. Gareth Bale golni urdi jigarlar. Golni urdi Gareth Bale. Nima bu? Mana gol. Mana o'sha gol jigarlar. Mana o'sha gol. Golni qaranglar jigarlar, golni. Dum. Sapenik jinni bo'ldi. 7-6 comebackda o'tdik jigar, shuningdek sizlarga rahmat, like, podpiska aylangan uchun o'yin oxirigacha ko'rganlarga alohida rahmat. Xudo's o'yin bundan keyin ham xulos qiziqroq bo'ladi o'yinlarimiz. Kuzatganlarga rahmat, alohida charchamanglar. Keyingi o'yinni kutib qolinglar.